yangi oy Muharram oyidan boshlanadi. Muharram oyi o'zi eng buyuk oylardan. Rasulimiz alayhissalom afdolus siyam ba'da Ramazon shahrullohil muharram deganlar. Ramazondan keyingi eng yaxshi afzal roza tutadigan oylar bu Muharram oyi. Muharram oyini qarang, shahrulloh deb ataganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Allohning oyi deganlar. Zeroki hamma oy ham Allohniki, lekin Muharramni xoslayaptilar Rasulimiz alayhissalom shahrulloh. Alloh oyi deb, mana Ka'batulloh desa qanchalik muqaddaslashadi. Kalomulloh, Allohning kalomi desa qanchalik muqaddaslashadi. Oyni ham shahrulloh dedi, ya'ni Allohning oyi dedi mana shu Muharram oyini. Mana shu Muharram oyi demak hijriy sananing birinchi oyi hisoblanadi. Kecha bir odam savol beryapti. Hijriy sana bilan tabriklash islomda yo'q-ku. Sizlar tabriklayapsizlar, muborak bo'lsin deyapsizlar deb so'rab savol beryapti bo'timizga. Men nechinchi yil o'zi kirib kelibdi desam bilmayman deyapti. Tabriklab turganingizda siz ham bilgan bo'lardingiz. Qachon boshlanganini ham bilmay qolamiz. Hijriy hozir 1447-yil kirganini ham hamma bilmay qoladi. Muharram oyi qachon kirganini bilmay qoladi. Shuning uchun bu oylarda tabriklash degani o'zi tabrik nima degani? Baraka so'rash degani. Baraka so'zidan olinganda barakalloh deb aytamiz birortasiga. Barakalloh deganimiz sizga baraka bersin. Tabrik ham baraka so'zidan olingan. Tabriklamoq, ya'ni baraka so'ramoq. Allohdan so'rayapmiz. Alloh mana shu yilimizni barakali qilsin deb. Rasulimiz alayhissalomning davrlarida bunday hisob yo'q edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlaridan boshlandi. Allohga shukr, mana haj ibodatlarimiz ham nihoyasiga yetib, Alloh nasib qilsa yurtdoshlarimiz asta-sekin vatanga qaytib kelyaptilar. 29-kuni oxirgi ziyoratchilarimiz kelishini kutyapmiz. Hozirga qadar hammalari sog'-omon, tinchlik bilan yurtiga, vatanimizga qaytib keldilar. Men o'zim ham safarda bo'ldim, xabaringiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda berib turildi. Bugun jumani rak'atni o'qiyman. Chunki rak'atni o'qishligim lozim. Bularda xizmatini qilgan, mehrobning egasi bo'lgan Robbim qul domla olamdan o'tdilar. Biz endi u yerda ta'ziya bildirib duo qildik, lekin bugun mehrobda turib bu qavmni, siz azizlarni ta'ziya bildirib duo qilishlik uchun jumani mana shu joyda o'qishlikni niyat qildim. Alloh hammalarimizga sabr bersin azizlar. Robbim qul domlani Alloh rahmatiga olsin. Bu mehrobda turib sizlarga ko'p va'z irshotlar qildilar, ko'p xizmatlar qildilar. Domlachilik oson narsa emas azizlar. Mehrob omonatini ushlab turishlik oson emas. Ba'zan ba'zi gaplardan kimdir ranjiydi. Ba'zan hammani ham ko'nglini ola olmaydi. Men bir ulamolar kengashining raisi, muftiy sifatida domla nomidan sizlardan uzrlarini so'rayman. Domlamizni qilgan mehnatlaridan rozi bo'linglar. Mehrob omonatini bajarishlikdagi omonatlarini bajardilar. Endi Allohning huzurida bu bajargan amallari uchun Allohdan biz ajr kutamiz, mukofot kutamiz. Inshaalloh umid qilamiz Allohdan domlamizning farzandlari, avlodlari davom etajak ilmda, ma'rifatda. O'zi umuman azizlar, hammamiz ham bu dunyoga mehmon bo'lib kelamiz, ketamiz deb bilamiz. Bu eshikdan kirib narigi eshikdan chiqib ketishlik uchun navbat kutib turibmiz. Kimimizga qanday holatda bo'ladi Allohning o'zi biladi. Lekin xotimamizni xayrli qilsin ekan azizlar. Xotimamizni go'zal qilsin. Ibodat bilan, sajdada, zikri Allohda, kalimada bu dunyodan ketishlikni Alloh nasib qilsin. Xuddi domlamiz kabi din xizmatida, Allohning mehmonlarining xizmatida mana shu domlaga nasib qildi. Lekin biz ham Allohdan umid qilamiz, bizni ham xotimamizni xayrli qilsin azizlar. Men hamma musibatlarni, yaqinlardan ajrashligini, nimaligini bilaman, lekin bir narsaki, siz bilan birga safdosh bo'lib turgan, shariatning xizmatini qilib turgan ahli ilmlar, olim ulamolar, imomlarni olamdan o'tishligi juda ham qalbimizga og'ir sinov bo'lar ekan. Bir nechta domlalar o'tyapti. Kuni kecha Andijon viloyatida Izboskan tumanida bosh imom bo'lgan
yaxshi, xuddi mana shu Robbim qul domladek tabiati muloyim, judayam taqvolik ulamolarimizdan birlari Salimjon domla olamdan o'tdilar. Men ko'zimda yosh bilan o'tgan domlalarimizni haqqiga duo qilib Allohdan so'rab qoldim. Va shuni barobarida men Arofatda turib ham butun hojilardan iltimos qildimki, hammaga duo so'raysizlar, hammani duo qilasizlar. Ahli ilm imomlarimizni ham duo qilib beringlar. Iltimos, men o'zim 30 yildan beri shuni xizmatidaman. Allohning bergan omonatini, mehrob omonatini, payg'ambarimiz alayhissalomning omonatini bajarish oson ish emas. Tashqaridan bilinmaydi, lekin bu juda katta bir omonatni ko'tarib turishlik bor. Erta qiyomatda Alloh taolo Qur'onda aytganidek, har bir inson imomini turgizib qo'yib so'roq savol qilinadi. Mana bu seni imoming shu gapni aytganmi deb har bir aytgan gap uchun so'roq savol qilinadi. Alloh o'zi yengil qilsin. Shuning uchun siz azizlardan ahli ilmlar haqqiga, ulamolar haqqiga duolarida eslab turishlaringizni iltimos qilgan bo'lar edim. Alloh sizlarni duolaringiz bilan bizga madad bersin ilohim. Ushbu Muharram oyini Alloh taolo bizga o'zi muborak aylasin deb Allohdan so'rab qolaman. Albatta yangi hijriy sana Muharram oyi bilan boshlanadi. Muharram oyi esa fazilatli oylardan hisoblanadi. Muharram so'zi lug'atda hurmatlangan, ya'ni harom qilingan, ulug'langan degan ma'nolarni anglatadi. Dar haqiqat Muharram oyi hurmatli oy. Bu oyda urush qilishlik taqiqlanganligi uchun Muharram deyiladi. Ya'ni urush harom qilingan oy hisoblanadi. Muharram oyi Alloh taolo urushni harom qilgan 4 oydan biri. Demak, bu haqiqatda ham hurmatga loyiq. Bundan ortiq hurmat yo'q. Urush harom qilingan. Bu oyda hech qaysi musulmon biror bir musulmonga urush qilishi mumkin emas edi. Bu esa islom dinimizning avvalidan urushga, qon to'kishlikka qarshi ekanligini bir ko'rinishidir. Undan tashqari Muharram oyini Shahrulloh, Allohning oyi deb nomlandi. Bu esa yanada bu oyni ulug' ekanligini ko'rsatadi. Muharram oyi Ramazon oyidan keyingi martabada turadi. Bu oyda eng ulug' kunlardan biri ushbu oyning Oshiro kuni, ya'ni 10-kuni bor. Bu oyning hurmati, bu oyning ulug'ligini hadislardan o'rganishimiz mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan quyidagi hadislar rivoyat qilinadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Afdalus siyami ba'da Ramazon shahrullohil muharram va afdalus salati ba'da al-farida salatul layl. Ravahul khamsa illa al-Bukhari. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan ushbu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytayaptilarki, Ramazondan keyingi eng afzal roza Allohning Muharram oyidagi rozadir. Farz namozdan keyingi eng afzal namoz tungi namozdir dedilar. Beshovlardan faqat Buxoriy rivoyat qilmadi. Ushbu hadis payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan bizga Ramazondan keyingi roza tutishlik eng afzal bo'lgan oy ushbu Muharram oyi ekanligi va bu oyni nomi Shahrulloh, Allohning oyi ekanligini aytib o'tyaptilar. Demak, bu oyda azizlar roza tutishlik, bu oyni ulug' ekanligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga o'rgatib o'tdilar. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda aytadilarki, jaa rajulun fasa'ala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. رواه الترمذي وحسنه. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadisda aytibdilarki, bir kishi payg'ambarimiz alayhisalomning oldilariga kelib, Ramazondan keyin qaysi oy rozasini tutishimni menga buyuraysiz deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom u kishiga qarab, agar Ramazondan keyin roza tutuvchi bo'lsang, Muharramni tut, ya'ni Muharram oyini tut. Chunki u Allohning oyidir. Unda Alloh bir qavmning tavbasini qabul qilgandir va boshqa qavmlarning ham tavbasini qabul qiladi dedilar. Ushbu hadis bizga ta'lim berib turibdiki, azizlar, mana bu oyda demak Ramazondan keyingi roza tutishlikka afzal ekanligini ko'rsatyapti.
Chunki bu oyda bir qavmning duosini qabul qildi. Ya'ni Bani Isroilning duosini qabul qildi. O'sha qavmning duolarini qabul qilganligi to'g'risida boshqa hadislarda ham yana rivoyatlar keladi. Demak, boshqalarni ham tavbasini qabul qiladigan oydir. Bu oyda albatta ko'proq tavba qilishimiz, ko'proq ibodat qilishligimiz lozim bo'ladi. Albatta bu Muharram oyini azizlar biz nafl ro'zalar bilan o'tkazmoqligimiz, ayniqsa uning 10-kunini e'tibor bilan o'tkazishligimiz ta'kidlanadi. Inshaalloh 10-kunini fazilatlarini ham gapirib o'tamiz. Ammo bu Muharram oyida ro'zalari nafl ekanligi, ixtiyoriy ekanligini ham unutmagan holda kim ixtiyori bilan tutar bo'lsa, inshaalloh bunga katta savoblar, ajrlar, mukofotlar va'da qilingan. Muharram oyi azizlar bu urush harom qilingan oy deb ta'kidlanyapti. Shunaqa bo'lganki, bir paytlar bu johiliyatdan avval ham shunday bo'lgan. Muharram oylarida hatto otasini qotilini ko'rgan odam ham unga hech narsa qilmay o'tib ketgan. Islom dini kirgandan keyin esa Qur'oni Karimda Alloh taolo bu oyni hurum ekanligini, ya'ni urush harom qilinganligini aytdi. Umid qilamizki, bugun butun dunyoda bir-biriga qurol o'qtarib turgan musulmonlar ushbu hadisni yodlariga olsa-yu, hech bo'lmasa mana shu oyda urushni to'xtatib, balkim tavba tazarruga o'tib, bir-biriga mehr oqibat qilishlikka o'tadigan bo'lsa, inshaalloh mana shu sababidan dunyodagi barcha urushlarni Alloh to'xtatadi. Biz yashayotgan hududlar, bizning go'zal vatanimiz alhamdulillah tinch vatan. Bizda urush yo'q azizlar. Demak, bu oyda biz endi o'zaro bir-birimiz bilan arazlashishligimizni to'xtatishimiz, qavmi qarindosh orasidagi mehr oqibatni kuchaytirishimiz kerak. Zero biz bir-birimiz bilan urushmayotgan bo'lsak-da, ammo arazlashib yurgan, bir-biri bilan gaplashmayotgan, bir-biriga yaxshilik qilmayotgan qancha insonlar bor. Modomiki bu oy mana shunday muborak bir oy ekan azizlar, keling bu oyda bir-birimizni kechira bilaylik. Bir-birimizga yaxshilik qilaylik, ezgulik qilaylik. Inshaalloh mana shu oyning fazlidan hammamizga nasib qiladi. Alloh Muharram oyini barchamizga muborak aylasin. Ayniqsa bu oyning 10-kunida e'tibor bilan o'tkazmoqligimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.